Assalomu alaykum. Marg'ilon so'rlari YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun yakshanba, dam olish kuni, kimlargadir ish kuni. Kunlaring xayrli, barakatli bo'lsin. Asosan bizni YouTube'da musofirchilikdan kuzatishadi. Musofirchilikda yurgan yurtdoshlarimiz jonlaring omon bo'lsin, sog' bo'linglar. Navbatdagi zakaslarimiz tayyorlanyapti. Bir akamiz ota-onalar uchun zakas qilishda endi tayyor bo'lyapti mana. 2 kishilik taxtadan yasalgan, taylari ham taxta shpont baquvvat qildik xudo xolasa. Ota-onalarni xursand qilib shunaqa divanlar olib berishimiz kerak deganlar juda xursand bo'lishadi. Bu divanda yotgan odamlar hech qachon grija bilan og'rishmaydi. Sababi tagi yakanda solib yotishsa, tagi nisbatan qattiq bo'ladi matrasdan ko'ra. Sog'liq uchun juda foydali. Bemalol bizga aloqaga chiqib, ota-onalarini, oila a'zolarini xursand qilmoqchi bo'lganlar zakas qilishlari mumkin. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Telegramdan ham yozaverasizlar. Telegram bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli, barakatli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun.